Samarqand viloyati Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limlarida profilaktika inspektorlarida bir tajriba mavjud. Har bir profilaktika inspektori o'ziga tegishli bo'lgan hududda, mahallalarda, qishloqlarda istalgan xonadonga kirib borib, agar xonadon egalari uyda ichib o'tirgan bo'lsa, ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib sudga olib chiqadi. Sud ham ayni paytda ushbu yig'ilgan hujjatlarni olib, ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187-moddasi, ya'ni jamoat joylarida ichib yurish ma'muriy huquqbuzarligini sodir etgan deb hisoblab, ularga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi miqdorida, ya'ni 206 ming jarimaga solmoqda. Ushbu holatda profilaktika inspektori noto'g'ri harakatlar sodir etmoqda. Chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 187-moddasida jamoat joylari deb aniq ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu moddaning dispozitiv qismida 6 ta joyni jamoat joyi deb hisoblanadi. Birinchisi ish joylari, ikkinchisi ko'chalarda, uchinchisi stadionlarda, to'rtinchisi xiyobonlarda, beshinchisi istirohat bog'lari, ya'ni parklarda, jamoat transportining barcha turlari va boshqa jamoat joylarida ichib yursangizgina sizga nisbatan ichib yurdi deb ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishi to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, alkogol mahsulotini iste'mol qilish to'ylarda, yubileylarda hamda boshqa tantanalar va marosimlar o'tkazadigan joylarda, shuningdek alkogol mahsulotini qo'yib realizatsiya qilishga ruxsat etilgan savdo va umumiy ovqatlanish obyektlarida ichib yurishingiz ham mutlaqo qonuniydir. Shunday ekan, Oqdaryolik profilaktika inspektorlari tomonidan sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilayotgan vaqtida siz o'zingizni hududingizda joylashgan mahalla choyxonasida yoki bo'lmasa kafeda alkogol mahsulotlarini sotishga litsenziyasi bor bo'lgan joylarda ichib yurishingiz mutlaqo qonunga zid emas. Ya'ni bunday holatda sizga nisbatan profilaktika inspektori jarima jazosiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishi mutlaqo noqonuniy.